Soliq kodeksining 9-moddasi. 9-modda soliq solishning aniqligi va soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan hamkorligi prinsipi. Ikkita prinsip bitta moddada keltirilgan. Demak, soliq solishning aniqligi bu birinchi qismda keltirilgan. Soliqlarni va yig'imlarni belgilovchi soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari agar ushbu kodeksda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, soliq to'lovchilarini hamda ushbu soliqlarning va yig'imlarning boshqa barcha elementlarini, shu jumladan ularni to'lash muddatlarini va tartibini aniqlab berish kerak. Ya'ni soliq kodeksida keltirilgan soliqlar, ularning elementlari, masalan, soliqning bazasi, stavkalari, hisoblash tartibi, to'lash muddatlari aniq-tiniq keltirilgan bo'lishi kerak. Va barcha moddalarda tushunmovchiliklar bo'lmasligi lozim. Endi soliq kodeksi, yangi taqdidagi soliq kodeksi yangi qabul qilindi. Unga juda ko'plab xalqaro normalar kiritildi va ular ayrim noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin va bu vaqt o'tgan sari, kodeksni amaliyotga tatbiq etgan sari ular mukammallashib boraveradi va soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilib, shu mukammallashish jarayoni davom etyapti. Hozir ham davom etyapti. Har qo'shimcha kiritilganda qaysidir noaniqliklar o'z yechimini topmoqda. Keyingi qismida bu soliq organlari soliq munosabatlari doirasida soliq to'lovchilar bilan soliq to'g'risidagi qonunchilikni to'g'ri bajarish maqsadida hamkorlik qilish shart. Demak, soliq organlariga bu majburiyat yuklatilyapti. Ya'ni soliq munosabatlari doirasida soliq to'lovchilar bilan soliq to'g'risidagi qonunchilikni to'g'ri bajarish maqsadida hamkorlik qilish shart. Mana sizda qandaydir tushunmovchiliklar bo'lsa, soliq qonunchiligi bo'yicha qandaydir normalarga tushunmaydigan joylaringiz bo'lsa, uni amaliyotda qanday qo'llanishi bo'yicha sizda yetarlicha malaka bo'lmasa, siz soliq organlaridan yordam so'rashingiz mumkin. U maxsus raqamlar bor, telefon qilasiz yoki soliq organining bevosita o'ziga borib, biriktirilgan inspektorlardan yordam so'rashingiz yoki kerakli mutaxassislardan ma'lumot olishingiz mumkin. Bu ular sizga ushbu ma'lumotlarni berishi va ko'maklashishi shart, ularga majburiyat qilib yuklatilgan. O'z o'rnida bunda soliq organlari soliq to'lovchilarining qonuniy faoliyatiga asosiy to'siqlar yaratishga haqli emas. Agar siz barcha faoliyatingizni qonuniy amalga oshirayotgan bo'lsangiz, ular sizga to'sqinlik yaratish shart emas. To'sqinlik qanday bo'ladi? Siz barcha ishni to'g'ri qilyapsiz, lekin bankdagi hisob varaqalaringiz to'xtab qoldi. Soliq tomonidan to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Yoki shu hisob varaq fakturalarini yuborish to'xtatib qo'yilishi, qabul qilinish to'xtatib qo'yilishi soliq organi tomonidan to'xtatilishi mumkin. Agar siz qonuniy faoliyat olib borayotgan bo'lsangiz, bunday amallarni amalga oshirish mumkin emas. Ular qandaydir noqonuniy harakatlarni amalga oshirishingiz, to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmasangiz, soliq to'lovlarini yoki kerakli hujjatlarni o'z vaqtida talab qilingan hujjatlarni taqdim etmasangiz, hisob raqamingizni yopib qo'yishi mumkin. Lekin boshqa holatlarda hisob raqamini yopishi mumkin emas. O'z navbatda soliq to'lovchilar ham soliq organlarini o'z vakolatlarini amalga oshirishi uchun shart-sharoitlar yaratib berilishi kerak. Ya'ni soliq organlari tekshiruvga kelgan paytda, barchasi qonuniy tarzda tekshiruvni boshlagan paytda ular uchun shart-sharoitlar yaratib berishi lozim. Ularni ham o'z vakolatlari doirasida o'zlarining vazifalarini amalga oshirishiga soliq to'lovchilar ham shart-sharoit yaratib berishi kerak. Endi buni soliq organlarini hatto shior ham qilib olishgan, ya'ni soliq to'lovchilar birgalikda hamkorlikda ishlashni, ya'ni ularning shiori shuki, soliq xizmati insofli soliq to'lovchilarning ishonchli hamkori deb ham aytishadi. Endi shu narsaga e'tibor qaratish kerakki, agar siz insofsiz soliq to'lovchi bo'lsangiz, ya'ni soliqlarni o'z vaqtida bajarmasdan o'z huquqingizni suiiste'mol qilgan bo'lsangiz, unda ular sizlarni hamkorlik qilishmaydi. Tekshiruv tayinlashib, qo'shimcha soliqlar hisoblanishi mumkin. 9-modda qisqacha shu haqida.